O'zbekiston fuqarolari uchun shoshilinch tezkor xabar. O'zgidromet ertaga O'zbekiston hududlarida qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida kechasi harorat 3-8 daraja sovuq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida kechasi harorat 0-5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida kechasi harorat 0-5 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo harorati kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi.